Assalomu alaykum aziz kitobsevar jajji bolajonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sara kitoblarni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz Xalq og'zaki ijodidan Erali va Sherali kitobidir. Erali va Sherali dostonida o'zbek xalqining azaldan iymon, e'tiqod, or-nomus va yurt birligi yo'lida o'zini ayamasligi yorqin aks ettirilgan. Siz dostonni o'qish davomida Qoraxon ismli shohning egizak farzandli bo'lishi, ularga Erali va Sherali deb nom qo'yishi, shuningdek siz ushbu dostonni o'qish davomida xalqimizning bir qancha tarixiy etnografik urf-odatlari, dehqonchilik, chorvachilik, safar, baxillik va saxiylik haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Aziz bolajonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.